paxtani sotish kerak emas, paxtani qayta ishlash kerak, mahsulot qilish kerak, qo'shimcha qiymat bilan sotish kerak, daromad topish kerak, manfaat bo'lish kerak. Mana paxta nima uchun kerak? 250 million dollardan ko'p eksport qilayotgan klasterlar bor. 300 million dollar eksport qilayotgan klasterlar bor. Nima haqida dalolat berishi mumkin? Bular qayerdan bunaqa eksportni qilyapti? Birinchidan to'g'ri tizim tashkil qilindi. Prezidentimiz shu mana 17-yildan boshlab evolyutsion ish qildilar. Hamma lьготlarni berdilar. O'zlari birinchi navbatda shu qaysi viloyatda bo'lsalar, birinchi navbatda shu sohani so'radilar. Nima uchun deganda bu soha juda ko'p insonlarni jalb qiladigan soha. Paxta bilasizmi, avvallari davlat uchun bir bosh og'riq bo'lgan bo'lsa, hozir endi bu tadbirkorning o'zini bir ixtiyoridagi narsaga aylandi. Mumkin ekan-ku bu narsa deb o'zimdan ishonmasdan qolardim. Endi bir eshik ochilib, katta yo'lga chiqqandek bo'ldi. Bizning mahsulotlarimiz o'sha Yevropaning eng mashhur brendlari bilan hamkorlik qilyapmiz hozirgi kunda. Bu kunlarni tasavvur ham qilmaganmiz. Yevropa bozori bizlar uchun umuman yo'q edi. Oddiy kreditlar deylik, valyutada 16-18% bo'lsa, aynan tekstil sohasiga berilayotgan kreditlar 6%lik. Bu juda ham katta imkoniyat. Shu qaror qabul qilindiki, 20-yil 1-yanvardan paxta xomashosini boshqa qolmasligiga men o'zim ichimda ishonmasdim, gap to'g'risi, lekin mana 20-yilga yetmasdan o'sha 19-yilda paxta yetmaydigan bo'ldi. Mana hozir o'sha shuncha kuchimiz borki, hamma o'zimizni paxtamizni 100% o'zimizda qayta ishlab chiqaramiz. Avvalgi paytda bizlar faqat SNG davlatlarga bizlar sotardik. Hozir bizlar nafaqat SNG davlatlar, bizlar Amerikaga ham sotyapmiz, Xitoyda ham sotyapmiz, Koreyada ham sotyapmiz. Biz Made in O'zbekiston degan nomimizni dunyoga tanittirdik. Endi eng asosiysi bizlar shu tekstilchilar faqat asosan bilamizki, orqamizda muhtaram prezidentimiz bor.